oyiga stabil ravishda 100 ming AQSh dollari miqdoridagi daromad. Biz loyihalarimizdan biriga yechim taqdim qildik. Ushbu yechim orqali loyiha oyiga 100 ming AQSh dollariga teng bo'lgan miqdorda sotuv qilishni boshladi. Umuman olganda ushbu loyihada biz biznesdagi 4 ta bo'limni analiz qildik va analiz natijasida 4 ta bo'limni qaytadan qurib chiqdik. Natijada loyiha stabil ravishda oyiga 100 ming dollar miqdorida daromad keltirishni boshladi. Bu bo'limda qaysi bo'limda? Birinchisi bu sotuv bo'limi, ikkinchisi bu produkt bo'limi. Sotuv bo'limiga to'xtaladigan bo'lsak, loyihada umuman sotuv bo'limi mavjud emasda, hech qanaqa tizimlashmagan, reklamalar faqatgina oddiy telefon raqami orqali oddiy telefonga berilgan va tushayotgan liklarni obrobotka qilish yoki bo'lmasam ularga qayta aloqaga chiqish prosesslari umuman mavjud bo'lmagan. Ikkinchi bo'lim bu produkt bo'limi. Produkt bo'limi bozorda kim qanaqa taklif berayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa taklif berilayotganida, hattoki bozorda o'z o'rniga ega bo'lgan yirik konkurentlar berayotgan taklif bilan bir xil taklif berilayotganida, ammo u biznes bozorda yangi ekanligi va ishonch masalasida muammo borligi uchun unikalniy taklif berish kerak bo'ladi. Ya'ni unique selling proposal berish kerak bo'ladi. Biz produkt bo'limiga aralashib, aynan noyob savdo taklifini ishlab chiqamiz. Keyingi bo'lim bu promotion hisoblanadi, ya'ni reklamalar. Reklamalar masalasida oldin berilgan reklamalar shunchaki Telegram kanallarga berilgan va hech qanaqa maqsadsiz linklarni o'lchay olish imkoniyati mavjud bo'lmagan. Biz auditoriyani analiz qilgan holatda reklamalarni Instagramga olib o'tishga qaror qabul qildik va hozirgi kunga kelib promotion orqali, ya'ni reklamalar orqali bir kunda 200 dollar evaziga 2000 taga yaqin linklar olib kiryapmiz loyihaga. Undan keyingi bo'limi bu finans bo'limi, ya'ni oyliklar masalasi, bundan tashqari umumiy biznes finansi, oborotlari. Mana shu masalalarda ham biznesga решение berganmiz, ya'ni yechim taqdim qilganmiz. Agarda bu proseslarni qanaqa tashkil qilganimiz va bu proseslarni siz ham o'zingiz biznesingizda qo'llamoqchi bo'lsangiz, shunchaki bizga aloqaga chiqing. Biz sizga bepul konsultatsiya tashkillashtirib beramiz va siz bilan marketing tilida ko'filashamiz.